Hammaga assalomu alaykum. Yandex taksi haydovchilari ko'p savol berishadi. Men o'zimni taksi parkim bor, o'shaning uchun aytaman. Ko'p savol berishadi menga. Nimaga Yandex menga haftalik bonus bermayapti? Hammaga beryapti, nimaga menga bermayapti? Boshqa parklarda ishlaydiganlarga beryapti-yu, sizni parkingizda ishlaganlarga nimaga bermayapti? U narsa parkka bog'liq narsa emas. Birinchidan, hop, ikkinchidan bonus olmoqchi bo'lsangiz, o'zini nimalari bor, sirlari bor. Bonus olish uchun siz kamroq liniyaga chiqishingiz kerak. Masalan, bir kunda 12 soatdan chiqasizmi, u sizga hech qachon bonus bermaydi. Yandex taksi sizga hech qachon bonus bermaydi agar siz har kuni 12 soat liniyada bo'lsangiz. 2 soat, 3 soat, 4 soat chiqib ishlaydigan bo'lsangiz, har kun sizni qiziqtirish uchun bonus beradi. Endi buni eng sirli joyi, siz eng yaqin odamingiz, masalan, do'stingiz, adingiz yoki постоянно ko'rishib turadigan og'aynilaringiz bo'ladi. O'shalarni pravasigini olib, o'zingizga ikkinchi akkaunt ochasiz. Ikkita akkaunt qilib qo'yasiz. Bitta akkauntni o'zingizniki, ikkinchi akkaunt masalan o'sha og'ayningizniki, bu tanishingizniki. Nima qilasiz? Hozirgi ishlayotgan o'zingizning akkauntingizga bonus bermayapti. Значит, yangi o'sha tanishingizga ochilgan akkauntga kirib, bir hafta ishlaysiz. Bir hafta yoki 10 kun gideta ishlaysizda, bo'ldi, keyin chiqib ketasiz bu akkauntdan. Kutasiz bonus berishini. Masalan, postoyanno ishlaydiganlarga 300 ta zakazga so'mda hozir Toshkentda hisoblasak 400 ming beramiz. 300 ta zakaz qilsangiz, 200 ta zakaz qilsangiz 400 ming, 450 ming beramiz deydi. Shuni o'shani kamaytirish uchun masalan yangi akkaunt ochsangiz, masalan bir hafta ishladingiz deylik, 10 ta, 20 ta, 100 ta zakaz qildingiz. 100 ta zakaz qilib o'chirdingizda chiqib ketdingiz, YouTube ko'radi buni sistemada, YouTube deyman-da. Yandex taksi buni sistema ko'radi-da, bu voditelimiz deydi, mana liniyaga chiqdi. Hamma yog'i joyida, mashinasi ham yaxshi, o'zi ishladi. Masalan, bir hafta ishlamay qo'ydi. Davay buni deydi, qiziqtirish uchun bonus beramiz deydi-da. 100 ta zakaz qiling deydi, 450 ming beramiz deydi. Sizni qiziqtirish uchun. O'zingizni eski akkauntingizga 200 ta zakaz qiling deydi, 460 ming beramiz deydi. Mana shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun ikkita akkaunt qilasiz. Ikkinchi akkauntingizga glavniysiga rasm qo'ymaysiz. Tekshiradigan passajirlar chiqib qoladi Yandex taksida. O'sha voditel o'zimi, yo'qmi, o'shalarni tekshirish uchun tekshirib yuradigan o'zini ishchilari bor. O'sha paytda masalan siz og'ayningiz akkauntida ishlayapsizmi? Sizga masalan klient telefon qilib yoki o'tirganida ismingiz nima yoki qaysi kartaga pul tashlasam bo'ladi deb turib, sizdan so'ragan paytda siz aytishingiz kerak, o'sha og'ayningiz ismini, meni ismim Masha deb aytishingiz kerak. Agar yo'q, men shu og'aynimni yo bir tanishimni akkauntida ishlayapman, bonus berish uchun deb qo'ysangiz, Yandex taksi butun umrlik blok qilib qo'yadi. 5 yilgami где-то blok qilib qo'yadi akkauntni. O'shaning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Ismingiz nima desa, tanishingiz akkauntda ishlayapsizmi, o'sha tanishingiz ismini aytasiz. Karta nomeri ayting, pul tashlab beraman desa, karta nomeringizni aytasiz. U mana bunaqami desa, ha, og'aynimmi, qarindoshimni kartasi, o'shanga tashlataman, o'zimning kartam blok bo'lgan deb qo'yishingiz kerak. Mabodoga bu. Agar o'zimning kartam shu, ismim mana bunaqa deb boshqa ism aytsangiz, blok qilib qo'yishi mumkin Yandex taksi. Shunaqa gaplar. Hozircha shu, yengilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpisatsiya, like bosib qo'yishni unutmanglar agar foydali bo'lgan bo'lsa. Ko'rishamiz. Ni gvozdia, ni jezla, akalar. Tinch bo'linglar.